Siz qimor reklama qilayotgan itli, bola chaqasiga harom luqma yedirayotganlar deb chiqayotgan okani ko'ryapsizlarmi? Baraka topsirli qimor reklama qilayotgan mashhur blogeri bormi, sportsmeni bormi? Ayamasdan savalayotibdilar. Igромания, ludomaniyaga qarshi kurashayotgan va yosh jamiyat shu oqimga kirib ketmasligi uchun sababchi bo'layotgan, katta hissa qo'shayotgan O'zbekistonda yagona inson mana shu aka deb bilaman. Nimaga? Chunki kazino sistemasida kuchli spetsialistlar, psixologlar qaram insonni o'yinga qanaqa qilib jalb qilish ustida ishlaydi. Masalan, tasavvur qiling, bitta qaram inson qimor o'ynashni to'xtatdi, Instagramga kirsa, o'sha mashhur bloger, sportsmenlik qimor reklama qilyapti. Uni miyasi uni gap so'ziga e'tibor bermaydi. Nabarot o'sha futbolkasidagi yozuvlari uni e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Ya'ni o'sha o'yinga bo'lgan vazbujdeniyasi yana ham kuchayib ketadi. Kazinoda ham bilsanglar, o'sha fishkalarning rangi, tovushlari, grafikalari qaram insonni nafsiga yoqimli qilib ishlab chiqarilgan. Xullas, qo'yib bersa men ham borlat so'kardim, prosta meni etiskamga to'g'ri kelmaydi-da. Lekin oka baraka topsinlar, shular bahona haromdan olib haromga sovoldim bu itlarni.